Bemalol aytib bering, bu jarayonda, protsessda qayerlarga bordingiz, nima qildingiz va oxiri qayerdan eshitib, doktor Kobrani eshitib keldingiz? Shuni aytib bersangiz bo'ldi. Onkologiya bordim. To 2018, to 25-yilgacha men o'sha yerda operatsiya bo'lganman. Menda metastaza bo'lgan ko'kragima, легкийga. Keyin bizda ayolgina bor, tatarka, Aisha degan, spitamen shok 160B1 o'sha yerda invalid uyda. Menga aytgan, sen qira ketibsan, Kobra doktorga ket, o'sha yerda yaxshi dorilar qiladi. Ko'rasan, yaxshi bo'ladi. Men dedim, nomerini ber. Keldim, 3 haftani ichida mana 3 haftani ichida men yaxshi bo'ldim. Shunaqa yaxshi bo'ldim. Og'zimdan qon kelmayapti, tupurjagim kelmayapti qonim. Nafas yaxshi. Keyin mana bu kashlit qilishga yo'qdi. Yotyapman, keyin ovqat yeyapman, qusish yo'qdi. Diareya panosim yo'qdi. Shunaqa men shunaqa agar bilsaydim davno kelardim. O'zim ikkinchi guruh nogironim, gruppam bor. Онкологический Фируза Мухаммадинова bo'lim boshliq онкологический отделение, где женскому отделению o'sha yerda ham operatsiya qilgan edilar menda. Hamma joy 5 marta operatsiya, nur olganman, radiologiyada yotganman. Hech narsa menga e'tibor, naborot metastaza bergan. Ana shu lehkiylarma hozir dani moment 3 oy ichida emas, 3 haftani ichida mana o'zim kelyapman. Hozir даже sochim o'syapti. Tupurjagim hozir qon yo'qdi. Hozir даже kashli yo'qdi. Shunaqa men roziman shu bu doktor firmada. Demak, sizda doktor Kobra qanaqa lechenlar qildi? Bizda nima lechenlar oldingiz? Men esimdan chiqib ketadi chunki bemor ko'p. Oldim, keyin butilkada ana shu doktor Kobra oldim. Ampulla degan narsalar mana bu ukol kuniga bir marta o'shalari oldim. Judayam yaxshi bo'ldim. Keyin mana bu sho'rbo ichdim. Menga sho'rbo berganlar, rahmat. Inogda pulim yetmasa, shu kishi shunday beradilar, opa, iching, mayli, xudo tipada. Sizga yordam beramiz deb ana shu sho'rbolardan berdilar menga. Lekin men hozir asta-asta o'zimga kelyapman. Ovqat yeyapman, oqshomsi yaxshi yotyapman. Xuddi bilasizmi? Mana bu venalar ketdi menda. Keyin mana bu yerda shishka bor edi mendan, zob degan narsa. Cho'z bo'g'ilib o'tirgan edim. U ham asma menda guruhi ham bor. Invalidnisi ham. U ham ketdi mana bu yerda shishkam. Yo'qdi. Boshqa doktorlar dorisini iste'mol qilyapsizmi yo'qmi hozir? Boshqa dorilar yo'q. Tabletka bironta astmatik va efilin, dexamethazon. Yo'q. Unaqalar dexamethazon, asmazol, dikasan bular hech narsa qilmayman. Потому что ana shu ampula mana shulardan. Demak, yaxshisiz oldingidan bir necha marta. Конечно, qon tupurmapan. Keyin menda kuch bo'libdi, keyin mana bu shal bo'lmayapman. Kamgina gemoglobinim kam edi menda, 90 edi. 90 edi, hozir dani moment yana пересдача qilaman, lekin mana shu qorong'ulik ko'zimda yo'qdi-da, tursam. Yaxshi o'zimni sizlayapman, mana hozir o'zim yo'limdan asta-asta kelyapman. Avval kuchim yo'q edi yurishga. Ana shu nurdan, ximiyadan, ana shulardan kuchim yo'q edi kelishga. Hozir asta-asta mana bu bidan, mana bu dashkolnidan yurib kelyapman. Bidan yurib kim meni ko'rsa olib keladi yoki o'zim yo'limdan. Kuchim bor lekin. Xudoga shukr, shunaqa odamlar bor, shu firmani ko'rsatdi. Ana shu firma Roz bu. Bu oddiy gap emas. Men 9 yildan beri ana shu onkologический yuryapman. Manda butun, даже Olga Gennadiyevna, Firuza Muhammadinova, даже menim onkologlarim, Samataka, mana shu bo'lim boshliqlari, mana hamza FTK, UTC bor menda, ana shu Toshkentdagi suv atomni ko'rsatgan shu полностью menda to'rtta joylarimda metastaza bergan. Prям men kelib ko'rsatdim sizga, boshlig'imizga sizga ko'rsatdim. Полностью hammasi rentgenlarim bor. Qida nima bor? Endi shu to'g'risi siz bilan gaplashmay qo'yganmiz anchadan beri. Men ko'chada ko'p yuraman. Lekin siz hozir gapingizni eshitib xursand bo'lib ketdim to'g'risi. Yo'q, men shunaqa gaplashmagan ekanmiz. Men beda hech kimga даже tinchlik bermadim. Biz очередь kirdim, dedim, uzr, xotman bilan janjal qilsangiz, men birinchi kiraman bergan. Shu imенно shu dorini olay, shuni uya keldim, shunday yotdim, bilasizmi? Keyin kosa, yarim kosa yedim, ishonmadim. Yana butun kosa yedim.
ishonmadim, ishtaha ochilib ketdi, bilasizmi? Ishtaha ochilib ketdi, menda yo'q edi, appetitim yo'q edi, ana shunaqa yurib beramanda. Shu uyimni sotmoqchi edim, men shu sotaman ham. Ishoni dedim, haligacha boshimda balki bu ulaman, qolaman, hatto shu uyimni sotay, shuni davolanay. Mana bu endi qutulasiz bo'ldi. Endi yuribman-da, qon-qusmoqman, tupurmoqman. Bu даже qon Turkiyaga borganingiz operatsiyaga nimagadir, ha? Bormoqchi edim, lekin bora olmayman. Потому что hozir данный момент uyim haligacha sotmadim. Bormoqchiman, lekin qanday desam, mana yuribman-ki, nafas olaman. Endi sizga o'zgarish bo'ladi, nima qilasiz? Bunaqa natija yordam qilib bera olmaydi. Chunki Turkiyaga, Hindistonga borganlar ko'pchilik keladi bizga ham. Lekin o'sha oxirida keladi o'shalar ham. Tarqatib, kimyoni olib, eng kuchli dorilar olib keladi. Digonam Turkiyaga ketdi. O'sha o'limda bittasi u Turkiyaga ketdi. Uni mastatasiyasi ko'krak shishgan edi. U uy sotib Turkiyaga. Mening uyim kamgina, qanday desam, remont kerak, menga kam beribdi. U kishida qanaqa bo'ldi o'zgarish? Uni mastastasiya shunaqasi bo'lgan edi, unaqasi. Da, ko'kragi u uy sotib ketgan. O'shani kamgina o'sha ikkimiz kelgan edik, agar esingizda bor, 3 hafta oldin riji edi ayol. O'sha ketgan. Hay dedim, men keta olmadim, men shu o'tadi. Endi ketmaysiz, xudo xolasa, yaxshi tomonga o'zgaryapsiz. Lekin sizda men 5 oy 6 oy davolayman, uni xabaringiz bor-a? Keyin bitta emir qilib ko'ramiz, bo'ldi. Men roziman, Protsess hatto to'xtasa bizga yetadi shu. Bir umr yashayverasiz, muammo yo'q. Men to'xtatmayman, men qadam bo'lsa ham qarz olsam, nima qilsam shuni ketirib sizlar bilan boshqa. Lekinlar vaqtlamas. Yordam qilamiz, opa. Sizga boringizni shukr, Alloh shifo bersin, sog' bo'ling. Mening даже sochim o'syapti. Soch o'sadi, qanday? Mana bu kali yegansizda ximiya. Da, sochim o'syapti. Men sizga aytdimmi, ximiya 3 oy, 4 oylab chiqib ketmaydi. Tomog'im ishlar yo'q. Yo'qdi. Tomog'im unaqasi yo'qdi. Bolalaringiz bormi hozir bu yerda o'zingizda? Ikkita bolam bor, ular o'qiyapti, ham ishlayapti men uchun deb, bittasi o'qishini tashladi. Ko'rdi, uje qusyapman, qon bilan ichim uje qon bilan ketyapti. Men bitta narsa aytmadim, даже tualetga shu axlatim qon ichida edi. Men buni даже sizga uspet aytmadim. Hozir yo'qdi. Axlatim ham yaxshi, unaqa suvlik emas, yaxshi ketyapti. Даже qorong'u yo'qdi. Shunda men даже hayron qoldim. Shu tatarka menga aytgan edi, ket o'shaqa. Ishonmagan edim. Hozir men 3 haftani ichida ana shu. Nima bu boshidan o'tkazgan? Odam bo'lib ketdim. Shu o'lik bilan bir xil edim. Sog' bo'ling. Mana Xudo bu, sizlarga ham balki yolg'on, lekin Xudoga chin. Xudo bor. Xudo bor, men agar yolg'on gapirsam, bu Xudo bor tipada. Lekin Xudoga shukr, mana o'zimga kelyapman, sizlarga katta. Amira, endi yaxshi qarang bu kishiga. Bu kishi butkul shu onkologik kasallikdan qutulib ozod bo'lib ketsin. 9 yildan beri yurgan edi, 3 haftani ichida даже og'riq pasm, og'rig'im yaxshi bo'ldi. Venalarim, oyog'im venam ketdi. Venalar so'riltiradi. Venam yo'qdi. Ana bu yerda shishka bor edi, zob, uyim yo'qdi. Qiynalasan. Adishka yo'qdi. Shunaqa ana kashlit ham yo'qdi. Shunday har kun shunday prosipatsiya